Assalomu alaykum akalar, mana biza Xitoyga GAK degan mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizda bizadan oldingi ustunlarga septirishgan ekan, yoqmagan ekan, yangi kapotga sepilgan ekan, jemchuq rang. Yaxshi sepib berisha olmagan ekan, o'shanga bizaga olib kelishdi. Xudo xolisa boshqatdan bo'yab beramiz. Bu yerda mana orqa eshigiga ozgina pachoq tushib qolgan ekan, kraskalari to'chib qolgan ekan, o'shanga orqa eshigini ham bo'yab beramiz.